Ramazon hayitida 9 ta viloyatga sel keladi. Joriy yilning 20-23 mart kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Unga ko'ra, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob shahri, Sabzi-Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Navbahor, Nurota, Ko'nime, Xatirchi, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining G'allorol, Sharof Rashidov, Zomin, Baxmal, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Piskent, Yuqori Chirchiq, Parkent, O'rta Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining Farg'ona, Shohimardon, Beshariq, So'x tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchi hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'ralgan, deyilgan xabarda.